Hazreti İsa bu xabarni anglab, xilvat bir joyga o'zi yolg'iz ketish uchun kemaga o'tirib, u yerdan ayrildi. Buningdan xabar topgan xalq atrofdagi yezlardan kelishib, uning kaynidan piyoda mangdi. Hazreti İsa kemidan tushganida nurg'un odamlarni ko'rdi va ularga ichi og'ritib, ularning kasallarini saqaytdi. Kashqurun shogirdlari Hazreti İsa'ning yeniga kelib, bu xilvat bir joy ekan, vaqtmi bir yerga berib qoldi. Xaloyiqni taqtivatgan bo'lsangiz, ular kentlarga berib, o'zlariga tomoq setib olsin, dedi. Ularning taqab ketishning hojati yo'q. Ularga o'zinglar tomoq beringlar, dedi Hazreti İsa. Shogirdlar, bizda 5 non bilan 2 dona beldan boshqa hech narsa yo'q, deyishdi. Ularni bana ilib kelinglar, dedi Hazreti İsa. U xaloyiqni chimliqning ustida o'ltirishga buyurgandan keyin 5 non bilan 2 belni qo'liga ilib, osmonga qarab Xudoga shukr etdi. Ondan nonlarni o'shtib, shogirdlarga berdi. Ular ko'pchilikka taqatdi. Hammaylar yeb to'ydi. Shogirdlar eshib qolgan pochlarni liq 12 sevatga yig'ib oldi. Tamaq yeganlarning soni ayollar va bolalarni hisobga olmaganda 5000 kishi edi.